Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim. Hammanglar sog' salomatmisizlar? Yana uchrashib turganimdan xursandman. Boringlarga shukr g'arbiylari. Qanaqa ochirim qilamiz? Kartalardan maslahat ko'ramizmi? Variant qilamiz. Ikkita variant kartalardan maslahat. Nimani tanlashda qiynalyapsiz? Nima holatda siz ko'ramiz? Kartalardan maslahat. Ketdik. Variant qila qolaylik. Hozirgi holatingiz qanaqa? Hozirgi energiyangiz qanaqa holatda? Birinchi variant. Ikkinchi variant. Ruhiy holatingiz qanaqa? Nima qiynayapti sizni? Nima maslahat bergan bo'lardik, qani? Nima qilishingiz kerak? Qani ketdik. Birinchi variant, ikkinchi variant. Siz qanaqa holatdasiz? Hozirgi holatingiz qanaqa holatdasiz? Nimagadir qo'rquvingiz bor. Qarang, qiziqishingiz bor sizni. Nimagadir qiziqyapsiz. Balki munosabatingizdagi insoningizga qiziqyapsiz. Balki yaxshi ko'rgan insoningizga qiziqyapsiz, yoshlar bo'lsa. Balki biror bir inson qiziqtiryapti sizni yoki ish bo'yicha qiziqishingiz borligi yoki bo'lmasa nimadir xarid qilmoqchidirsiz yoki nimadir yangi ish boshlamoqchidirsiz, nimadir tavakkal qilmoqchidirsiz, lekin ozgina qo'rquvlaringiz bor. Xohish bor, lekin qanaqadir holatingizda harakat qila olmayapsiz. Ya'ni istak bor, harakat yo'q. Qilish xohlayapsiz, qila olmayapsiz. Ozgina qo'rquvlaringiz bor. Nimagadir bu ishni qilishdan qo'rqayotganligingiz, lekin qiziqayotganligingiz chiqyapti. Qani. Siz o'ta kontroldaligingiz yoki kim bilandir bahslashyapsiz. Shu bahslashgan insoningizga balki qiziqyapsizmi, balki yo'l topa olmayapsizmi? Siz kutgan insoningiz bilan bahslashgandirsiz, balki u sizni hozir kontrol qila olmayotgani yoki siz u inson haqida hech narsa bila olmayotganligingiz. Uni hozirgi holatini bila olmayapsiz. U inson qanaqadir ezoterik qobiliyati bor yoki bo'lmasa qanaqadir lavozimda ishlaydigan formali inson bo'lishi mumkin, rahbar inson bo'lishi mumkin. Chunki boshqaruvchi inson, bu aqlli, dono, ezoterik qobiliyati, ya'ni yo'l ko'rsatuvchi inson. U inson tarafga qiziqishingiz bor yoki bu inson bilan tortishgansiz va qiziqyapsiz. Balki munosabatdagi insoningizdir, balki hamkasbingizdir, balki yaqin insoningiz, do'stingizdir. U tarafga qiziqyapsiz, chunki siz tortishgansiz. Kartalardan maslahat sizga nima bo'lyapti? Shubhalanyapsiz, u insonni kuzatyapsiz siz. Oldiga bora olmayapsiz, u bilan tortishgansiz, lekin hayotiga qiziqyapsiz, qanaqadir. U insonni kuzatyapganingiz chiqdi. Kuzatyapsiz. Har qadamini kuzatib qiziqayotganingiz, shubhalanyapsiz nimagadir u insondan, yana shubhalanyapsiz. Balki yana tortishib qolish o'ylayapsizmi, bilmayman. Shubhalanayotganingiz. Balki bu shubhalaringiz bekordir. Chunki kurtak chiqaryapti. U sizni yaxshi kutib olar. U yaxshi nimadadir. Sizga kartalardan maslahat boring, harakat qiling. Ya'ni ochiq-oydin gaplashing, harakatda birinchi qadamni siz qo'ying deyapti kartalar. Sizda ayb yo'q, balki. Siz haq tarafdasiz. O'zingizni qiynamasdan borib ochiq u insonga aytishingiz kerakligi, harakat qilishingiz kerakligini aytyapti. Chunki siz qilayotgan shubhangiz balki bekordir. To'g'ri, u bilan balki tortishib ketaman deb qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki qiziqyapsiz u insonga. Qanaqadir qo'rquvingiz bor. Balki uchinchi shaxs, balki qaysidir dugonangiz bo'lishi ham mumkin. Uni kuzatmang, undan shubhalanmang, boring, ochiq-oydin gaplashing deyapti kartalar. Sizga yo'l ochiq. Ikkinchi variant, qanaqa holatda turibsiz?
Nimanidir tugatdingiz yo tugatmoqchisiz. Aql bilan ish qilishga, emotsiyaga berilmasdan aql bilan ichki nima deydi, emotsiyalaringizni to'xtatib, aql bilan yondashishga harakat qilyapsiz. Yo to'xtatmoqchisiz, yo to'xtatib bo'ldingiz. Balki ishdir, balki munosabatdir. Bu to'xtatganingiz yaxshilikka bo'lgan sizga, ya'ni harakatingizga yarasha sizga omad kelyapti, baraka kelyapti, ya'ni harakatdasiz, yangidan boshlanish tushyapti sizga. Ajoyib. Nimani tugatdingiz qani? Ikkinchi variant. Qarang. Siz tavakkal qildingiz. Siz bu narsani, siz tavakkal qiladigan insonsiz. Oqko'ngil, qalbi toza insonsiz. Har doim tavakkal qilasiz, tavakkalda yutib chiqasiz. Siz tavakkal qildingiz. Balki pul taraflama nimanidir tugatdingiz. Ish taraflamay, balki ishingizni, eski ishingizni tugatdingiz, lekin yangi ish boshlayapsiz siz. Sizdan puldan muammoyingiz bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa sizni munosabatdagi insoningiz o'ta kontrol qiladigan bo'lsa, u insondan charchagan bo'lsangiz, uni to'xtatdingiz. Sizda xursandchilik kelyapti. Sizda oila davrasida xursandchilik yoki do'stlar bilan yoki hamkasblar bilan xursandchilikni nishonlashingiz. Siz to'g'ri qaror qilgansiz. Pullaringizni kontrol qilishingiz kerak. Balki sizga pul kerak. Puldan ozgina muammolaringiz bo'lishi mumkin. Balki sizda pul taraflama nimanidir to'xtatdingiz, yangidan boshlanish tushyapti. Tavakkal qildingiz, tavakkalingiz, lekin sizga plyus tarafga kelayotganligi. Siz to'xtatgan narsa sizga omad olib kelyapti, baraka olib kelyapti, qut baraka kelyapti, ya'ni o'sish kelyapti sizga, rivojlanish. Ko'ryapsizmi? O'zingiz ustingizda ishlayapsiz. Balki munosabatda boshqatdan yangidan boshlashni xohladingiz-da, eskini to'xtatdingiz. Balki ishda karyera tarafdan o'sish xohladingiz yoki o'qimoqchisiz yoki har doim keladigan daromad manbaini yaratish, nimadir o'rganish, mukammal o'rganishni tanladingiz. Ya'ni eski ishingizni to'xtatgan bo'lishingiz mumkin. Siz erisha oladigan bir so'zli, qat'iyatli, g'ururli insonsiz. Ayoldirsiz, erkakdirsiz, kartalardan maslahat, siz to'g'ri qaror qildingiz va siz yutib chiqyapsiz va sizga qarang, omad kelyapti. Omad eshiklari ochilyapti. Ajoyib kartalar. Ikkinchi variant shartta tugatdi, ikkinchi variant zo'r kartalar kelyapti. Birinchi variant ham shubhalaringizni to'xtatish uchun davay boring shu narsani hal qiling degan bo'lardim, kartalardan maslahat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlarim.